Сардор, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Да, тут есть пару вопросов. Сейчас вот насчет электровелосипедов к нам обращаются. Такой ажиотаж создали, что Узум раздает всем электровелики чуть ли не бесплатно. Подробно можете сказать? Hozir boshlang'ich to'lov 500 ming so'm bilan bizda 3 xil elektroveliklarimiz bor. Shu 3 xil elektroveliklarni bittasini bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. Говорят, что Узум за клиента платит 500 тысяч в начале, потом что-то каждую неделю платит. Вот это можете сказать? O'zi boshlang'ich 1 million so'm to'lov bilan rasmiylashtiriladi elektroveliklarimiz Uzum kurerlar uchun. Hozir Uzum o'zini kurerlari uchun 500 ming so'mdan to'lab beryapti boshlang'ich to'lovga. Уже birinchi haftasidan boshlab haftasiga agar 30 soat liniya chiqib ishlaydigan bo'lsa kurerlar, u bo'lishi mumkin 4 smena yoki 8 smena bo'lishi mumkin. Bu shartnomaning oxirigacha Uzum haftasiga har hafta haftalik to'lov 50% to'lab beradigan bo'lyapti. Это сколько Елюфай, сколько точно платит Узум? 250, да? Они платят Узум. O'zi haftalik to'lov 500 ming so'mdan bo'lib boradi. O'sha qanaqa veli ijaraga bo'lib to'lashga olishligiga qarab 500 ming so'm bo'lsa, o'sha 30 soat liniya ishlasa 250 mingni Uzum to'lab beradi. 250 mingni kurerlarni o'zi to'laydi. У нас три модели. Velotai, Velotai Pro. Velotai Pro va Velotai Monster elektroveliklarimiz. Hammasiga boshlang'ich 500 ming so'm to'lab kurerlar rasmiylashtirish mumkin. O'zi boshlang'ich to'lov 1 million so'm. Qolgan 500 mingni Uzum to'lab beryapti boshlang'ichdan boshlab. Keyin qaysi modelga elektrovelikni rasmiylashtirishiga qarab kurerlar qo'shimcha batareyasi bilan yoki bitta batareyka bilan bo'lishi mumkin. Bu haftalik to'lov uzoq muddatli yoki qisqaroq muddatli bo'lishi mumkin. Lekin haftalik to'lov hammasi bir xil 500 ming so'mdan to'lov yopilishi kerak kurerlar tomonidan. Agar kurerlar bir haftaning ichida 30 soat liniya chiqib ishlashadigan bo'lsa, ya'ni u bo'lishi mumkin 4 ta yoki 8 smena ham ishga chiqib ishlashligi mumkin. O'shanda 500 ming so'm haftalik to'lovni yarmini 50%ni Uzum to'lab beradi. Zo'r ekan. 250 ming so'm Uzum to'laydi, 250 ming so'm kurerlar to'laydi. Ну это вообще классные условия, то есть на протяжении всего выкупа там, да, например, 6 месяцев, Узум готов платить половину суммы электровелика. Вот классно. Сардор, очень полезная информация. Много ли людей обращаются, приходят клиенты с выкупом, с арендой? Есть такие? Kelishyapti, mana hozir ham ikkita kurerimiz o'sha bo'lib to'lashga olishyapti Uzum aksiyasi bo'yicha. А этот по аренде цены также остаются, не меняются? Есть аренда, еще продажа есть, правильно? Arendaga shu hozir Uzum kurerlariga boshlang'ich 250 ming so'm to'lov to'lab 2 haftaga rasmiylashtirishyapti. 2 недели. 3-chi haftasidan boshlab haftasiga 250 ming so'mdan to'lab boriladi. Agar qo'shimcha batareyka olinadigan bo'lsa, qo'shimcha batareyka 3-chi haftasidan уже 100 ming so'm qo'shiladi. Все хорошо, спасибо. Еще последний важный вопрос. Все сейчас 1 числа ждут, что будет требовать права на электровелосипеды Velotai. Нужны права или нет? Yo'q, bularga shart emas. Biz yana страховка qilib, tezligini ограничение qilib beramiz. 25 tezlikni oshmaydigan qilib. Это заводская настройка. Заводская настройка. Bu tezlik bilan bemalol shaharda yursa bo'ladi. Бумага, паспорт какой-нибудь есть? Hozir sertifikat anaqasi bor. Покажите, пожалуйста. Hozir mana bizda zavod tomonidan o'sha sertifikat qilishdi, o'sha pechatlar bilan urib. Buni faqat hozir bitta o'zbek tiliga tarjima qilinsa bo'ldi. Hozir shu tarjima qilinishi ustida ishlanyapti. Xudo xohlasa tayyor bo'lishi bilan bu hamma kurerlarimizga beramiz buni. Все, всем раздадите, всем курьерам. Все хорошо. Огромное спасибо. Вот еще клиенты, кстати, приходят к вам. Приходите, друзья, берите с выкупом. С выкупом очень выгодно. Половина суммы за вас платит Узум. Рахмат, Сардор.